Ba'zan birgina qism butun serialning yuragini ochib tashlaydi. Tashqaridan qaraganda hamma narsa odatdagidek ko'rinadi. Kimdir ishga shoshiladi, ko'chasining tiqilinchiga qarab so'kinadi, lekin baribir kechikishni biladi. Kimdir bolalarni uyg'otadi, ularning miyovlagan ovoziga chidab nonushta tayyorlaydi. Kimdir esa kasalxona yo'lida yuguradi, qo'lida dori ro'yxati, yuragida qo'rquv. Lekin ichkarida bu oddiy kundalik harakatlarning tagida hamma narsa allaqachon sinib bo'lgan bo'ladi. Eng dahshatlisi ham shu. Bu qismda hech kim birdaniga qulamadi. Hech kim qo'lni osmonga ko'tarib yig'lamadi. Hamma asta-sekin, indamay ichidan yemirildi. Shuning uchun ham bugungi voqealar shunchaki hodisa emas. Bu keyingi falokatlarning sovuq boshlanishi. Nodiraning qo'lga olinishi bir qarashda pora bilan bog'liq oddiy jinoiy voqeadek ko'rindi. Televizorda xuddi shunday xabarlarni ko'p ko'ramiz. Bir odam ushlanadi, bir sumka pul, bir necha so'z. Ammo bu yerda gap 300 pulda emas. Gap bir ayolning butun obro'si, butun oilaning suyanib turgan ustuni bir lahzada qulaganida edi. Tasavvur qiling, siz ertalab choy ichayotgan edingiz, birdan eshik taqillaydi va hayotingizning oxirgi bezakli kuni boshlanadi. Eng og'ir sahna ham politsiya emas edi. Eng og'iri uning ortida qolganlarning holati edi. Uy ichida kimdir qo'lni qaltirashdan to'xtata olmadi, kimdir gapini yutib qo'ydi, kimdir esa faqat devorga tikilib qoldi. Kelinning gaplarida buni juda chuqur his qildik. U qaynonani shunchaki katta odam sifatida emas, uy ichidagi tayanch, tartib, ruhi bor odam sifatida ko'radi. Qaynonaning o'rni shunchaki maslahat berish emas edi. U farzandlarning janjalini to'xtatadigan, qarorlarni oxirgi marta tasdiqlaydigan, hatto choynakni qayerga qo'yishni ham biladigan odam edi. Demak, Nodiraning hibsga olinishi bir kishining muammosi emas, bir uyning ichki tizimi buzilganini anglatadi. Endi bu uyda hech kimga to'liq ishonmaydi. Eng mayda, lekin juda muhim detal ham shu bo'ldi. Kelin har gapida qaynonani esladi. Qaynonam bunday qilmas edi. Qaynonam aytgan edi. Qaynonam bo'lgan edi. Bu odatiy sog'inch emas, bu qaramlik. U qaynonasiz nafas olishni ham unutgandek edi. Demak, ertangi qismlarda bu uy aynan tayanch yo'qolgani uchun chayqaladi. Kimdir boshqari uni qo'lga oladi, kimdir esa bu zaiflikdan foydalanadi. Yana bir nozik nuqta shundaki, atrofdagilar Nodirani qoralashdi. Qo'shnilar pichirlashdi, tanishlar ko'zlarini olib qochishdi. Lekin deyarli hech kim nega bunga bordi degan savolni oxirgacha o'ylab ko'rmadi. U qanday qilib 300 pulga muhtoj bo'lib qoldi? Uning ortida qanday bosim bor edi? Yoki kim uni bu yo'lga surdi? Mana shu sukut shubhali. Chunki bu serialda hech kim bekordan bekor qoqilmaydi. Bu yerda yo ochko'zlik bor, yo bosim bor, yo allaqachon ichiga kirib olgan bir qo'rquv bor. 300 degan raqam esa ataylab juda kichik eshitiladi. Go'yo muallif bizga shuni aytayotgandek, haqiqiy narx pul emas, haqiqiy narx sha'an, ishonch, kelajak. Nodira shunchaki pora olgani uchun emas, o'z sha'nini 300 pulga sotgani uchun yiqildi. Shuning uchun menimcha bu voqea shu bilan yopilib ketmaydi. Aksincha, Nodira yolg'iz aybdor bo'lib qolmasligi mumkin. U ortida undan foydalangan, kerak bo'lsa uni qurbon qilgan odamlar ham chiqib kelishi ehtimoli juda katta. U qo'rqib ketgan, charchagan, umidsizlangan bir ayol edi va bunday odamlarni itarib yuborish juda oson. Kasalxona yo'nalishi esa bu qismning eng og'ir axloqiy sinovi bo'ldi. O'simta haqida aytilgan gaplar oddiy tibbiy xabar emas edi. Bu hayot bilan o'lim orasidagi yakuniy ogohlantirish edi. Shifokorning ovozi xuddi sudya ovoziga o'xshab ketdi. Agar hozir operatsiya qilinmasa, vaqt o'tib ketsa, ortga yo'l bo'lmasligi aniq aytildi. Mana shu detal juda muhim. Bu yerda endi ikkilanishga joy qolmadi. Kimning ko'nglida rahm bor, kimning ko'nglida manfaat bor. Hammasi aynan shu qaror atrofida ko'rindi. Operatsiyaga rozilik berilgan lahza tashqaridan oqilona qarordek tuyuladi. Ha, qilaylik, davolaylik degan oddiy gap. Lekin ichkarida bu mulk, meros, nazorat va yashash huquqi ustidagi kurashga aylandi. Chunki bu serialda bemorning tanasi bilan birga uning atrofidagi odamlarning niyati ham yorilib ketadi. Kimdir uning tuzalishini istaydi, kimdir esa faqat vaziyatni boshqarishni. Bir xonada odamlar yig'lab, duo qilib o'tirishdi. Boshqa xonada esa kimdir merosni taqsimlab, hujjat tayyorlab o'tirgan edi. Meni eng xushyor qilgan narsa, operatsiya haqidagi qaror qabul qilingach, ayrim yuzlarda yengillik emas,
bezovtalik paydo bo'ldi. Ular quvonmadilar. Ularning ko'zlarida qo'rquv bor edi. Demak, ba'zilar uchun uning yashab qolishi quvonch emas, muammo. Bu juda katta ishora. Agar u operatsiyadan omon chiqsa, keyingi qismlarda u albatta munosabatlarni qayta ko'rib chiqadi. Kimni yoniga yaqin qo'yishini, kimga pul va vakolat ishonib topshirishini o'zgartiradi. Va aynan shu o'zgarish uy ichidagi yashirin urushni ochiq jangga aylantirishi mumkin. Aksincha, uni qutqarishga urinayotganlar orqali yangi ism va yangi manfaatlar ochiladi. Kimdir uning garovga qo'yilgan mulkni olmoqchi, kimdir uning jim turishini xohlaydi, kimdir esa bu voqeani boshqa bir dushmanni siqib chiqarish uchun ishlatadi. Balki u yolg'iz emasligi, balki bu tizimda allaqachon kimlardir uning qo'lidan foydalanib kelgani ma'lum bo'ladi. Agar shunday bo'lsa, oiladagi uyat birdaniga tashqi dushmanga qarshi kurashga aylanadi. Operatsiya liniyasida esa men keskin burilish kutyapman. Hozir hamma qani qutulsin, tuzalsin deyapti. Agar bemor omon qolsa, u butun uy ichidagi kuch muvozanatini buzadi. U kimni yoniga yaqinlashtiradi, kimni chetga suradi, kimdan norozi ekanini oshkor qiladi. Eng yomoni esa shuki, yashirin niyatlar endi yashirin qolmaydi. Odamlar mehr niqobini tashlashga majbur bo'ladi. Men uning yaxshiligini istardim deganlar qoshini ko'tarib, endi u tuzaldi, men nima bo'laman deb o'ylaydi. Dildora va Afzal masalasida esa vaqtinchalik sovuqlik yana bir katta to'qnashuvga olib boradi. Afzal hali kechira olmaganini qayta ko'rsatdi. Demak, uning ichidagi alam hali cho'qqiga yetmagan. U yo butunlay qaytib, keldim, baribir seni sevaman deydi, yoki butunlay sindiradigan gap aytadi. Oraliq holat uzoq davom etmaydi. Said esa aynan shu bo'shliqdan foydalanadi. Salon masalasi ishga tushsa, Dildora uning yonida ko'proq vaqt o'tkazadi. Qarzdorlik hissi kuchayadi, yaqinlik odatga aylanadi. Ana o'shanda haqiqiy savol tug'iladi. Dildora Saidni tanlaydimi yoki faqat Afzalning bo'shlig'ini to'ldirish uchun unga suyanadimi? Agar u faqat suyansa, bir kun kelib Afzal qaytganida Dildora ikkala erkakni ham yo'qotishi mumkin. Meni eng ko'p xavotirga solayotgan narsa shuki, bu qismda deyarli hamma bolalarni tilga oldi. Go'yo kattalar har bir qarorini bolalar uchun qilyapti. Bolam uchun, farzandlarim bo'lishiga degan gaplar juda ko'p eshitildi. Aslida esa kattalarning yarasi, g'ururi, rashki va qo'rquvi eng avval bolalarning taqdiriga urilyapti. Bolalar aybdor emas, lekin ular eng ko'p azob chekadi. Demak, oldinda nafaqat xotinlar, balki ota-ona va farzand o'rtasidagi sovuqlik ham chuqurlashishi mumkin. Bu esa serialning eng alamli burilishlaridan biri bo'ladi. Shu qism bizga bitta dahshatli haqiqatni eslatdi. Ba'zi uylar janjal bilan emas, sukut bilan buziladi. Hech kim hech kimga baqirmaydi, hech kim idish tashlamaydi, hech kim eshikni urib chiqib ketmaydi. Faqat bir kuni ertalab uyg'onasan va uyning iliqligi ketganini, hamma bir-biriga begona bo'lib qolganini sezasan. Ba'zi sevgilar xiyonat bilan emas, kechikkan pushaymon bilan o'ladi. Bir tomon kechirim so'raydi, lekin juda kech. Ikkinchi tomon kechirmoqchi bo'ladi, lekin qila olmaydi. Va ular shunday o'tirishadi, yonma-yon, lekin bir-biriga tegib bo'lmaydigan darajada uzoq. Ba'zi odamlar esa birgina noto'g'ri qaror bilan emas, yillar davomida yig'ilgan ichki bo'shliq tufayli qulaydi. Ular har kuni kichik yo'qotishlar bilan yashashadi va bir kun kelib o'zlarini butunlay yo'qolgan holda topishadi. Endi savol bitta: kim birinchi bo'lib niqobini yechadi? Kechirimni aytishga kech qolgan yurakmi? Mehr niqobidagi manfaatmi? Yoki allaqachon ichidan parchalanib bo'lgan oila sirlarimi? Chunki bundan keyin hech narsa avvalgidek qolmaydi. Eng yomoni esa haligacha eng katta portlash hali oldinda. Biz hozir faqat birinchi shamolni his qilyapmiz. Bo'ron hali kelmagan.